Salam aziz qarindoshlar. Sizlar bilan ekran orqali qayta ko'rishganimdan intayin xursandman. Men bugungi va kelarki bir necha soatlik darslarda qiyinlik darajasi bir qadar yuqori bo'lgan har xil texnikalik harakatlarni ko'rsatmoqchiman. Texnikalik harakatlar deganimiz bir qadar mahorat talab qilgan har xil cho'glash harakatlari, bel egish harakatlari, o'g'illarning tizilib yoki sakrab o'rindaydigan harakatlarni ko'rsatadi. Bugun o'rganadigan harakatimizning biri taxt tepma cho'glash. Taxt tepma cho'glashning qoidasi taxt tepma qadam harakati bilan o'xshash bo'lib, bu cho'glash harakatini o'rganishdan burun taxt tepma qadam harakatini yana bir qaytilib o'taylik. Tayyorlik holatda turamiz. O'ng put ko'tarilish bilan tang, ikki tiz azroq egildi. Ondan o'ng putni yerga kuchayroq uramiz. Shu zaman sol put azroq ko'tarildi. Bu harakatni oldiga yoki yonga yuribmi o'rindashga bo'ldi. O'ng putni yerga urishimiz bilan tang, sol put agishib yeni ko'tarildi. Mush tariqada davomlashtiramiz. Qina amsa udarga tushirib baqayli. Әмді taxt tepma cho'glash harakati kelaylik. Ikki qo'l, qanot qo'l pozitsiyasi keldi. Ondan o'ng putni yerga urishimiz bilan tang, butun badan yoncha holatga keldi. Bosh bilan ko'z oldi tarafga qaraydi. Ko'rsatayotganim bu cho'glash harakatining dastlabki mashq shakli, ya'ni asta holati. 1 2 3 4 Endi joyimizda 1 2 3 4. Hozir o'rgangan asta mashq shaklini udarga tushirib baqaylik. Endi suratni teziltaylik. Taxt tepma cho'glash harakatini bir-biriga ulab turib qilamiz. Esingizda bo'lsin, har qanday bir cho'glashda boshni qancha tez aylantirsangiz, shuncha yaxshi cho'glay olasiz. Masalan, bosh bilan ko'zni oldi tarafga nishonlagan bo'lsangiz, cho'gilganda bosh bilan ko'z eng tez suratda yana oldi tarafga qaytib kelish kerak. Albatta, bu cho'glash harakatini har xil qo'l harakatlari bilan birlashtirgil bo'ldi. Men sizga o'xshamagan ikki xil qo'l harakati bilan ko'rsatib beray. Birinchisi. Ikki qo'lni yuqoriga baran qo'l pozitsiyasiga chiqarib, beg'ishlarni aylantiramiz. Ondan yanchi holatda qo'l o'dilga, o'ng bilak tuz, so'l bilak yarim egilgan holatda to'xtaydi. İkinci xil şəkli. Qo'llar yerim barang, yerim qanot pozitsiyasida turdi. Yandagi qo'lni ichiga egib, bilakni cho'rib, ondan o'dilga tuz holatda akilamiz. Ustidagi qo'l barang qo'l pozitsiyasida o'zgarmay turdi. Bugun o'rganmoqchi bo'lgan ikkinchi cho'glash harakatimiz bo'lsa, taxt put bilan o'z o'qida beqirash. O'ng put yon terak pozitsiyasiga keldi. Esingizdamekin, putning taraflarini biz birinchi darsda o'rgangan edik. O'ng put sol putning o'shiqiga kelishi bilan tang, badan yuqoriga tortilib, sol putning tapini ko'tarildi. O'ng tizimiz azroq egildi. Sol tiz cho'qim tuz holatda bo'lishi kerak. Eng muhimi cho'gilganda badan yuqoriga tortilishi, bosh tez aylanishi kerak. Eg'irlik sol putga yo'tkildi. Ikki qo'lni tez suratda belga akilamiz.
Bu harakatni yaxshi mashq qilib olgandan keyin ikkini kayni ulab piqirashni sinab baqsangiz bo'ldi. Xuddi piqirg'uchga o'xshash bo'libmi, o'ng qo'lni kuchaprak balga tez suratda kelamiz. Markaz so'l putda bo'ldi. Shu kuch bilan piqirab boshni ikki qitim tez aylantiramiz. Men endi sizga bu cho'gilash harakatini boshqa harakatlar bilan birlashtirib ko'rsatib beray. Shahmarash o'ng taraf, o'ng put oldi terak keldi. Shahmarash so'l taraf, so'l put oldi terak keldi. So'l put yan terak kelish bilan shahmarashni o'ng tarafga qilamiz. Andin o'z o'qimizda ikkini piqiraymiz. Piqirab yerim tizilib o'ltiramiz. Yana bir qaytlaylik. Putning harakatiga diqqat qiling. O'ng, so'l, yonga keldi. O'z o'rnimizni piqirab yerim o'ltiramiz. Endi udarga tushirib baqaylik. Avval astroq suratda. Endi suratimizni azroq teziltib baqaylik. Endi tegim tez surat qilaylik. Agar qilolmagan bo'lsangiz hech qisi yo'q. Bel qo'yatmasdan men bilan yana bir qitim sinab beqing. O'g'illarning cho'ylash harakatining qoidasi qizlarnikiga o'xshash. Taxtabmi qadam harakatini 4-darsda o'rgangan edik. Taxtabmi cho'ylashni o'rganishdan burun taxtabmi qadam harakatini yana bir qaytilib o'taylik. Endi taxtabmi cho'ylash harakatiga kelaylik. Ikki qo'l qanot qo'l pozitsiyasiga keldi. Ondan o'ng putni yerga urishimiz bilan tang, butun badan yoncha holatga keldi. Bosh bilan ko'z oldi tarafga qaraydi. Ko'rsatayotganim bu cho'ylash harakatining dastlabki mashq shakli, ya'ni asta holati. Qina amsa udarga tushirib baqaylik. Har qanday bir cho'glashda boshni qancha tez aylantirsangiz, shuncha yaxshi cho'glay olasiz. Bugun o'rganmoqchi bo'lgan ikkinchi cho'glash harakatimiz bo'lsa, taq put bilan o'z o'qida piqirash. O'ng put yan terak pozitsiyasiga keldi. Esingizmikin, putning taraflarini biz birinchi darsda o'rgangan edik. O'ng put so'l putning o'shig'iga kelishi bilan tang, badan yuqoriga tortilib, so'l putning tapini ko'tarildi. Eg'irlik so'l putga yetkildi. Ikki qo'lni tez suratda belga ekilmiz. So'l tiz cho'qim tuz holatda bo'lishi kerak. Eng muhimi cho'gilganda badan yuqoriga tortilishi, bosh tez aylanishi kerak. Masalan, bosh bilan ko'zni oldi tarafga nishonlagan bo'lsangiz, cho'gilganda bosh bilan ko'z eng tez suratda yana oldi tarafga qaytib kelishi kerak.
Bu harakatni yaxshi mashq qilib olgandan keyin ikkini kayni-kaynini ulab piqirashni sinab baqsangiz bo'ldi. Xuddi piqirg'uchga o'xshash bo'libmi, o'ng qo'lni kuchayroq belga tez suratda kelamiz. Markaz so'l putda bo'ldi. Shu kuch bilan piqirab boshni ikki qitim tez-tez aylantiramiz. Qo'lni kuchab belga akilish bilan birga badanni yig'inchoqlab yuqoriga tortasiz. Bir nuqtaga qarab turib, eng tez suratda boshni silkib cho'glashga tirishing. Әмсә бүгінгі дәріс мұш ергіч болсын. Келергі сатық дәрісте біз яны оқышымған 2 xil чөгілеш әрекетini өйгініміз.